Qadrli do'stlar, demak hozir Arnasay tumanida ochilgan o'sha inkubatsion sexiga keldik. Bu yerda nima qilingan? Yangi texnologiyalardan bittasi Xitoy texnologiyasi bo'yicha o'tpor baliqlarning inkubatsion texnologiyasi boshqacha bir ko'rinishi, katta hajmda ishlab chiqariladigan lichinkalar tizimi. Mana masalan, mana shu ko'rib turganingizdek katta aylanma suv oqimi beriladi. Ota-ona baliqlarga inyeksiyadan keyin tashlanadi va shu yerda suv oqimi paydo qilingandan keyin baliqlar avtomatik o'zi shu ikra berishga boshlaydi va natijada o'sha markazining tagida turibdi, ikralar avtomatik uchoqqa so'riladi va mana bu basseynga ko'tariladi. Bu basseyn hozir sitadan qilingan qismi yo'q ekan. Atrofida to'liq ikra chiqadi. Bu chiqqan ikrani keyin sachokda yig'ib o'sha amur apparatiga qo'yiladi. Bu hisob-kitobga qaraganda bu yerda 4 ta shunaqa basseyn bor. 30 ta 40 ta ota-onasini tashlaganda hammasi ikra chiqadi, shu hammasini to'ldiradi va bir mavsumda bir kunning o'zida katta hajmda lichinka olish imkoniyatini beradi. Xitoy aylanma texnologiyasida olgisi kelyapti. O'sha texnologiyani eng yirigini ko'rib turibmiz. Kichkina hajmligini ko'rgandim, mana Chirchiqda fizik klasterda ham bor. Mana baliqchilik ilmiy tadqiqot instituti ham bor, faqat kichkina hajmli. Mana bu degisi juda katta. Bundan tashqari yana ichida yig'iladiganni o'zi qanaqa katta. U institutda bitta katta ota-ona tashlab qo'yilgan basseyn bor. Bundan olingan lichinkalar yana inkubatsion sexga boradi. Mana bu inkubatsion sex o'ziga kelib, obzor qilib tushuntirib ketish qaror qilgan katta ota-ona baliqlar turadi, hozir ko'rishingiz mumkin. Karp baliqlarni, ota-ona baliqlarni turibdi. Bo'lagan ekan. 7-8 kiloga bo'lagan. Mana bu yerda inyeksiya qilingandan keyin baliq tashlab qo'yiladi, ma'lum vaqt o'tgandan keyin ikra yig'iladi, yetiladi va siqib otalantiriladi erkagi bilan va bes apparatiga qo'yiladi. Hozir ishlarga turgan paytda hamma to'la ikra bo'ladi, 1 kilogacha ikra ketadi. 1 milliongacha ikra ketadi. Bundan chiqqan lichinkalar bunga tushadi va shu yerda o'zida o'sha sariq xaltasi yoqadiguncha tushuntiradi. Bundan keyin bundan olib o'sha kichkina basseynlarga yoki hovuzlarga tashlanib, bir oy mobaynida intensiv boqilganda 1 grammgacha yetadi. Mana hozirda o'rta bo'lsa, har bittasini 10 milliondan yetishtirsa bo'lsa bo'ladi. Mana bitta o'ziga 1 million tegadi, bundan bir ikkita danaga har bittasi 20 million tegadi. Mana bu katta apparat amur deyiladi. Amur inkubatsion apparati, mana bunisi base inkubatsion apparati. Bunda ko'proq karp baliqlari, bunisida ko'proq amur bilan oq do'mpeshina baliqlarning ikralari inkubatsiya qilinadi. Sonra karpni baliqlarni ota-onalarni yog'ini ko'p qilib yetilgandan keyin sog'ib olib, yog'ni solingan mana. Hozir qaynoqlikda rasmga olib oq do'mpeshini chiqib o'tishni baliqlarni olish mumkin. Ana tashqarida kalka bormi? Tutayapti. Do'mpeshani olsa bo'ladi. 100 million cho'g'si 100 grammgacha bo'lgan. 1 yillik nazarlik tarifdan bundan qancha ma'nosi? Har bittasi 1 kilodan potensial undan ham katta, bu yashab qoladigan darajasida 200 million chiqarish uchun yana 50% yashab qolganda shuncha olib qoladi. Keyin mana bu hozir sita qo'yib qo'yilgan-ku. Sita orqali suv filtrlari tashqariga chiqib ketadi.
kirib chiqib ketyapti. Faqat mana sitani ichida qolib ketyapti. Bachakka qo'yilgan. Mana ichiga tushyapti. Suv aniqdan bu yoqqa chiqyapti. Bu yerda teshik bor. Slankadan chiqib ketyapti. Sitani ichida. Bu chiqolmayapti. Mana yerda suv chiqib ketyapti. Nechi foiz bo'ladi hozir? Mana hozir qarang. Ishlarning hammasi 100% deyarli otalangan. Mana otalanmagan mana bu qoladi, bo'lib chiqib ketadi. Bundan keladi yana yaxshi qaralsa 70-80% qoladi bo'ladi. Intensiv tizimlarda yaxshi qaralsa, o'rniga qo'ysa 50% qoladi. 50. Yaxshi otalangan. Birinchi ochilganlar ular. Birinchi ochilganlar ketma-ket ochilib kelyapti. Mana endi boshladi. Hali boshlamagan. May 5-yil soat 8 atrofida Lichinkada massiv tepaga ko'tarilishyapti. Holatda